Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan birgalikda King Vlogs kanali bugun qanday qilib Telegramda tekin qanday qilib ko'rishni ko'rsatib o'taman. Buning uchun qidiruvga kiramiz va qidiruvga level SMMBot deb qidirib olamiz. Bu mana birinchi bo'lib chiqib turgan kanalga kiramiz. Birinchi kirgan botga kiramiz. Va boshlash. Endi xizmatlarni bossak, kanal beradi. Kanalga yozib olamiz. Endi esa tekshirish. Xizmatlarga butun xizmatlar. Bu yerda tekin xizmatlar. Telegram. Biz masalan obunachi buyurtma berish 10 tadan 25 tagacha buyurtma qilsangiz bo'ladi. 10 ta buyurtma bilan buyurtma qilamiz va silka jo'natamiz. Va bu yerga silka tashlaymiz. Va tasdiqlash. Mana buyurtma qabul qilindi deydi. Endi biz guruhni bosamiz. Mana hozir atigi uncha kutish shart emas. Atig 5 minut ichida boshlab kanalga obunachilar mana qo'shilib boshlashdi. Mana ko'rdinglarmi? Hali 1 minut ham bo'lgani yo'q. 1 minut ichida shuncha kelyapti mana. 170 bitta edi. Mana 170 уже 10 tasi kelib qoldi. Mana 180 bitta. Va do'stlar, bu yerda nomer olish. Bu yerda hali nomer olish qo'shilmagan ekan. Yaqin orada qo'shilib qolsa kerak. Xizmatlarni bossak, bu yerda Telegram, obunachilar, obunachiga folasiz 307 so'm ekan bu yerda. Telegram premium obunachi 30 kunligi bor va premium obunachida. Bu yerda xatolik ketgan. Bo'lmasa buncha arzon bo'lmaydi. Endi Instagram ko'rsataman. Instagram bosamiz. Obunachilar. Obunachiga folasiz. Atiga 615 so'm. 100 ta obunachi narxi. Hozir hisobimizda uncha pul yo'q. Bu yerda tariflar. Bu yerda tariflar bilan kanalga olib o'tadi. Keyin esa bu yerda buyurtma ID'si buyurtmalarim bo'limidan 33 deb yozsak, buyurtmamizning ID'si bilan bu yerda buyurtmamizning ID'sini yozamiz 33. Va bu yerda buyurtma topildi. Buyurtma holati bajarilmoqda. Qoldi miqdor 10 ta. Va bu yerda keyingisi. Bu yerda endi pul ishlash. Bu yerda pul ishlash referalka ham bor. Bu yerda hisobim hali 0 so'm. Pul kiritishni bossak, pul kiritishni bosamiz va bu yerda click auto va admin orqali. Masalan, biz admin orqali to'lov qilmoqchi bo'lsak, mana bu yerda pul kiritish uchun VZAEP'ga yozing, bo'lmasa to'lov qilib bo'lmaydi deb qo'ydi. Bu yerda click autoni bossak, mana bu yerda hamyon raqami va izoh bor. Avtomatik ravishda hisobingizga pul tushadi. Va bu yerda qo'llanma va qo'llab-quvvatlash. Bu yerda xohlagan matnni yozish mumkin. Xullas do'stlar, bugungi video shulardan iborat edi. Agarda botni topa olmayotgan bo'lsangiz, kommentariyaga bot deb yozib qoling.
va men sizga tashlab qo'ygan bo'laman.